Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzu jigar sirrozi, jigar kasalliklari, jigarda tuzilish haqida gaplashamiz. Jigar hamma biladi. Jigar deganda reklamadagi, televizorlarda chiqadigan mana bu rasm hayolimizga keladi. Jigar desa shu hayolimizga keladi. O't qopi, mana jigar, o'ng bo'lagi, chap bo'lagi, xullas shunday narsa ko'zimiz oldimizga keladi. Lekin asosiy strukturasi jigarda nimaligini tushunmaydi hech kim. Sirroz qanaqa kechadi, qanday boshlanadi, nima sabab bo'ladi, buni ham bilmaydi. Ko'r-ko'rona davolanishga o'tishadi. Lekin xalqimizda tibbiy ilmi baland bo'lsa, ularning davolanishi ham oson bo'ladi deb hisoblayman. Shuning uchun umuman meditsinskiy ilmimiz yuqori bo'lishi kerak. Shunga harakat qilamiz birinchi navbatda. Demak, jigar hujayrasining asosiy birliklaridan bittasi gepatatsit hisoblanadi. Jigar hujayrasi. Mana bu jigar hujayrasi. Kichkina ko'rib turgan. Ularda birlashmasiga jigar plastinkasi deyiladi. Jigar plastinkasi mana. Demak, bitta jigar plastinkasida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tagina 7 ta 8, 9, 10, 11, 12 mana shu bir nechta gepatitslar joylashgan ekan. Mana shu bir nechta gepatitslar jigar o'zi qanaqa ishlaydi degan savol bor. Faqat mana bu rasmga qarab xulosa chiqaravermasligimiz kerak. Demak, jigar mana shunday tuzilishga ega, o'zi mana shunday kompozitsiyadan iborat. Demak, buni jigar gepatitslarning orasida o't yo'li bo'ladi. O't yo'li jigarni hujayrasidan o't chiqadi-da, mana направление bo'lib, kelib turib, mana o't yo'liga quyiladi. O't yo'lidan o't qopiga boradi. O't qopidan ovqat yegan vaqtingizda o't ajraladi. Demak, gepatitslar bu tomonidan o't ishlab chiqarar ekan, bu tomonidan esa oqsillar almashinuvi, uglevodlar almashinuvi, yog'lar almashinuvida ishtirok etadigan qismlarni ajratadi, fermentlarni ajratadi. Umuman immunitetga javob beradi jigar. Undan tashqari organizmda oqsillar moddalar almashinuviga javob beradi. Undan tashqari jigar hujayrasi bitta mana shu kichkinagina gepatitsit organizmga kirgan zaharli moddalarni filtrlab beradi. Mana bu qon tomiridagi kelgan har xil zaharlarni mana o'ziga oladi-da, qayta ishlab hazm qilib, yaxshisini yaxshiga, yomonga ajratib, zararsizlantirib beradi. Alkogolning intoksikatsiyada, masalan, alkogol ichib yuruvchi insonlarda aroq tushdi, qonga o'tdi, qondan to'g'ri keldi, jigar hujayrasi so'rib oldi aroqni. Misol uchun, anaqasini gapirib beraman, tozalashni gapirib beraman. Bu yoqda kirgandan keyin aroq parchalanadi, asetonga parchalanadi. Asetonga parchalangani jigarga zarar bo'ladi. Chunki jigarning vazifasi parchalab tashlash etil spirtini. Etil spirtini parchalagandan keyin aseton qo'shiladi. Aseton zarar bo'ladi. Nadaf H degan narsa bo'ladi. Endi bu meditsina tilida buni aytib o'tirmayman, chuqurlashmaymiz. Yuzaki. Endi mana bu oraliq disse oralig'i deyiladi. Disse bo'shlig'i deyiladi. Epiteliyatsit joylashgan, Kupfer hujayrasi joylashgan. Kupfer hujayrasi kelayotgan zararli bakteriyalarni o'ziga qamrab olib, yo'q eritib yuboradi. Demak, mana bu ham ko'p turgan narsa bular ito hujayrasi. Bu jigar sirrozining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun buni chizdik. Endi jigar sirrozi haqida gaplashadigan bo'lsak, nimalar jigar sirroziga olib keladi degan savol. Demak, kasalliklar, virusli kasalliklar, gepatitlar ko'proq, gepatit B, C, D hozir qo'shilib qolyapti. Demak, viruslar hammasi gepatitga nimaga olib kelar ekan? Avval gepatitga olib keladi, keyin sirrozga olib keladi. Demak, ko'p dori iste'mol qilish, artriti bor bemorlar, o'pkasi kasal bemorlar, jigariga bo'lmasa pochkasi kasal bemorlar qayta doriga ko'proq aptekaning dorisiga murojaat qilaveradi. Shuni hisobiga ko'p dori ichib jigar zararlanib qolaveradi. Demak, 3-sababi alkogol, bu haqda gapirdik. 4-sababi Wilson-Konovalov degan kasallik bor. Jigar o'zida mis to'playdi. Bu tug'ma kasallik, yosh bolalarda ko'proq bo'ladi. Birdaniga sirroz rivojlanib ketib qoladi. Bundan tashqari parazitlar bo'lishi mumkin. Liamblioz bo'lishi mumkin. Jigarda ko'proq uchraydigan chaqaloq boshidagi kattarib ketadigan kasallik bor. Bu narsa bu ham jigar kasalligi. Parazitlar qo'zg'atadigan kasallik hisoblanadi. Misol uchun gepatoz, jigarda yog' bosishi deymiz. Jigarda yog' bosishi ko'pchilik seryozni qaramaydi bunga. O'zingizlar ham hammada jigar yog' bosishi bor. Lekin sahra bo'lsa o'sha bemorda jigar yog' bosishi uni serozgacha olib boradi. O'shaning uchun mana shu sabablar nimaga olib keladi? Hujayra o'limiga olib keladi. Hujayra o'lishni boshlaydi. Hujayra o'lishni boshlagandan keyin gepatitsit kichkina mana shu
hujayra ochamiz. O'lishni boshlagandan keyin bu yerda itu hujayralari bor, mana bu. Ko'k bilan belgilab qo'ygan itu hujayralar o'zidan aktivlanishni boshlaydi o'z-o'zidan. Bular zararlanyapti deydi. Aktivlashamiz. Aktivlashib turib, buni aktivlashishiga kufer hujayrasi sababchi bo'ladi. Kufer hujayrasi bunga signal beradi. Bu o'zidan fibrin ishlab chiqaradi. Aktivlangandan keyin itu hujayralar aktivlanib kollagen ishlab chiqaradi. Kollagen bu narsa biriktiruvchi to'qima. Kerak emas biriktiruvchi to'qima. Chandiq desak ham bo'laveradi. Chandiq hosil bo'laveradi. Keyin undan tashqari chandiq ikki xil narsaga olib keladi. Jigar o'zini tiklashga harakat qilishiga, undan tashqari qon tomirlarida buzilishiga olib keladi. Qon tomirlar mayda ikkita tomondan qon tomiri o'tgan. Bu ikkita qon tomirlarda strukturasi buzilib ketadi. Endi men tushuntirib berishim kerak. Qanaqasiga bo'ladi? Mana bu azizlar jigarni zararlangan jigar. Mana bu bilan buni orasida qancha farq bor ko'rib turgan bo'lsanglar, fibroz deganda oxirida tuguncha hosil bo'libdi deydi. O'zingizlar aytadi, tuguncha bo'libdi sizda deydi. Tuguncha nima? Bu ham regeneratsiyani belgisi. Regeneratsiya o'z-o'zidan nimaga olib keladi? Organizm sal ahmoqroqda, tashqaridan ta'sir bo'lgandan keyin juda kallalari ishlab ketib qoladi-da, men deydi o'zim davolashim kerak deydi-da, qo'pol qilib aytganda qilib qo'yadi-da. Nega? Chunki bu mana bu fibroz har bitta jigar hujayrasini o'rab olib turib, mana shunaqa struktura buzilishiga olib keladi. Demak, bu chizgan o't yo'llarimiz buzilib ketdi. Undan tashqari bu yerda qon tomirlari o'tgan. Qon tomirlari yo'llari buzilib ketdi. Mana bu yerda qon tomiri bo'lish kerak edi. Lekin mana hujayralar bu yoqqa chiqib ketdi. Qon tomirlar buzilgandan keyin ishemiya kelib chiqadi. Ya'ni qon yaxshi kelmaslik deyilgani bu ishemiya degani. Yo'q, qon yaxshi jigarga yetib kelmaydi. Ikkilamchi nekrozga sabab bo'ladi. Ya'ni hujayra yana o'lishda davom etaveradi. Hujayra o'lishda davom etaveradi. Hujayra o'laveradi. Mana shu proses chuqurlashib ketgandan keyin umumiy mana siz birinchi reklamada ko'radigan jigaringizni holati mana bunaqa ko'rinish olib qoladi. Tugunchalar mana. Nimadan hosil bo'ldi? Mana harta gepatatis ustini mana yam-yashil qilib chizib qo'yganimizdek chandiq o'rab olgandan keyin mana shu tuguncha chiqib keladi yuzaga. Tushuntirib oldimmi? Mana shu proseslar tuguncha bo'lib ketgani uchun, qon tomirlar siqilib ketgani uchun bu yerda portalniy vena degan tushuncha bor. Portalniy vena tushunchasini men sizlarga katta qilib chizib beraman. Nega chizib berishim kerak? Mana bu portalniy vena. Vena o'zi qanaqa rangda bo'ladi? Mayli, ko'k rangda deylik, yirik vena bo'ladi. Qorinni yuqori birjeshni yuqori ichak tutquchidan keladigan vena bo'ladi-da bu. Keyin pastki ichak tutquchidan keladigan, ichaklardan keladi. Oziqa moddalarni olib keladi jigarga. Mana buni qo'pol qilib chizadigan bo'lsak, jigar deydigan bo'lsak, endi sal qo'polroq qilib chizaman. Bu portalniy vena o'zi jigarga kelib yo'l bo'lib ketadigan vena. Keladi-da, jigarni keyin darvoza venasiga qo'shilib chiqib ketadi oxirida. Darvoza venasi bo'lib chiqib ketadi. Organizmga esa qalin, katta bo'lib kirib keladi. Mana tarqaldi-da, sog'lom jigarda bo'layotgan proses. Endi bu yerdagi oziqa moddalarni berdida jigarga, keyin qaytishda hamma venalarni yig'ib darvoza venasi bo'lib chiqib ketdi. Endi mana bu prosesda mana jigar qurishni boshladi, kichkiralashdi, bujmayishni boshladi. Qon tomir arxitekturasi buzilib ketgandan keyin mana jigarni qurishi boshlanadi. Bunaqa holatda bo'lmaydi, o'sha mana yo'llari yopiladi, hamma yo'llar yopiladi. Shuni hisobiga mana qon kelayotgan qon jigarga kira olmay qoladi. Kira olmay qolgandan keyin buning ichida suyuqlik to'planadimi, qon to'planadimi? Venoz qon to'planadi, venoz qon. Bu venoz qon ko'payib ketadi. Keyin qayerga boradi? Preslanadi, siqiladi. Nima qilishini bilmaydi, keyin maytdan teshikchalar orqali sekin qorin bo'shlig'iga chiqishni boshlaydi. Qorin bo'shlig'iga chiqishni boshlagandan keyin maytda katta qorin parda degan narsa bor. Juda sezuvchan, qorinni o'rab turgan pardasi bo'ladi. O'sha yerga to'planadi. Keyin nima bo'ladi? Assit, qorinda suv to'planishi bo'ladi. Qorinda suyuqlik to'planib ketib qoladi. Mana shu prosesga fibroz deymiz. Endi mana shu prosesni qanday qilib dorivor giyohlar bilan lechit qilishimiz mumkin degan savol bor. Buning uchun men sizlarga spetsial to'plamni tavsiya qilaman. Bu to'plam mana shu to'plam. Demak, tarkib jihatdan juda unikal. Yallig'lanishda mana bu prosesga, regeneratsiyasiga to'g'rilaydigan ta'sir qiladigan bu yerda zminniy korin degan mana pushti giyohlar bor. Zminniy korin. Mana shu arxitektonikani oz miqdorda bo'lsa ham to'g'rilab beradi. Undan tashqari barbaris degan giyoh borki, bular chiqayotgan o't suyuqliklarini
suyultirib beradi, haydab bermaydi, suyultirib beradi. Demak, bu suyulgandan keyin mana bu qismdan chiqishi oson bo'ladi. Hamma tomonlama yengillik bo'ladi. Jigarning o'zining strukturasini yaxshilash uchun suli qo'shilgan. Undan tashqari beryoza qo'shilgan. Beryozani bilasizlar, tarkibida bitulin degan modda bor. Bitulin regeneratsiyaga yaxshi yordam beradi. Undan tashqari bu yerda klever degan o'simlik bor. Bu yerda qon aylanishini yaxshilab beradi jigarda klever. Qip-qizil, kuchli bo'lib, qizil bo'lib turibdi-yu. Undan tashqari besmertnik degan o'simlik bor. Besmertnik bu jigarda tiklanishiga, regeneratsiyasiga ham yordam beradi. Ozgina jilji bo'lib hisoblanadi. Undan tashqari bu yerda asosiy vazifasi jigarli dorilardan ko'ra protivovospolitelniy dorilardan foydalangan ma'qul. Shuning uchun tisichelistnik degan o'simlik qo'shyapman. Bu narsa jigarning yallig'lanishini bosib beradi. Ito hujayralardan nima? O'ziga xos fermentlar chiqishini to'xtatib beradi azizlar. Undan tashqari mana bu qorin bo'shlig'idagi jidkistni haydash kerak. Jidkistni haydash uchun bizda bu yerda garitsiptiche degan o'simlik bor. Undan tashqari vasilyoksini degan o'simlik bor. Ya'ni mana bu vasilyoksini yam-yashil gullar. Demak, bundan tashqari bu jigarni tiklanishi uchun lignin degan modda kerak. Lignin degan modda bu sikoriy o'simligida bo'ladi. O'sha sikoriy o'simlik ham bunga qo'shilgan sostavga. Demak, bundan tashqari leon degan o'simlik bor. Bu yerda qo'pol qilib aytganda o'rta hisobda 26 xil o'simlik saqlangan to'plamda. 26 xil. Undan tashqari bu qiynalgani uchun oshqozon osti beziga ham podдержка berishimiz kerak edi. Oshqozon osti beziga malva degan o'simlik qo'shilgan. Eng yuqorisi turibdi. Malva degan o'simlik oshqozon osti bezini muloyimlashtiradi, ishlarini tezlashtiradi. Demak, yana tushunmagan savollar bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, mana shu jigar haqida to'liqroq yana ma'lumot berishimiz mumkin. O'sha bemor bilan shug'ullanishimiz mumkin, o'sha bemorga yengilliklar olib kelishimiz mumkin. Endi avvalolloh biz sababchi bo'lib qolamiz. Lekin mana bu sabab, bu yaxshi sabab. Duo sizlardan. Asosiysi shu. Undan tashqari bu yerda anitol saqlovchi anis o'simligi bor. Bular qorindan bo'lishiga, boshqa qismlariga, jigarda filtrlanishini yaxshilash xususiyatlariga ega. O'shaning uchun bu to'plamni tavsiya qilamiz. Bu to'plamni olish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. O'zim raqamim, hech qanaqa o'rtada posredniklar yo'q. 90lik 349 05 30 raqamiga qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Hammaga shifoyi komil sog'liq tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'ling.